Növətdə Türkiyədə yaşayotgan Nurali Nuraxon o'tgan oyda mahbus dadisi haqida bergan guvohlik bayonotida 24 yoshli Navra akisi Abuzar Abbosning buningdan 4 oy burun G'ulji Kepak yuzidagi uydan tutib ketilganligi va ta hozirgacha nadaligi va oqibati haqida xabar yo'qligini ma'lum qilgan edi. Erkin Asiya radiosining telefon ziyoratlarida Abuzar Abbosning 11 yil burun mahalla masjidining madrasasida haftalik o'qiganligi uchun tutilganligi va navbatda G'ulji nahiyasining Jalil yuzi qamoqxonasida ekanligi oydinlashdi. Telefonni qabul qilgan G'ulji shaharlik Kepak yuzi soqchixona xodimi yaqinqi 4 oy ichida Kepak yuzining Ara mahalla kentidan tutqun qilganlarning orasida Abuzar qatorliq 4 kishi borligini oshkorladi. Kepak yuzidagi o'zini oshkorlashni xohlamagan yana bir aloqador xodimning bayon qilishicha, Abuzar qonunsiz diniy faoliyatlarga chetilib qolganligi uchun soqchilarda davlatni parchalashga urinish gumoni paydo qilgan. Uning buningdan 11 yil burun, ya'ni 13 yosh vaqtida mahalla masjididagi madrasada haftalik o'rganganligi qonunsiz diniy faoliyat deb qaralgan. Belgiya bosh ministri Alexander De Croo'ning Xitoy ziyarati boshlanishidan ilgari surgunda Sharq Turkiston hukumati uning bu fursatdan foydalanib Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga qartilgan irqiy qirg'inchiligini o'ttirg'a qo'yishni talab qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Belgiya parlamenti Tashqi munosabatlar komiteti 2021-yili Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiyligini insoniyatga qarshi jinoyat va og'ir irqiy qirg'inchilik xavfi deb e'tirof qilgan edi. Adolatsizlikka qarshi diplomatik ta'sirdan foydalanishga chaqiramiz. Xitoy irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirish bilan birga Sharq Turkiston xalqiga qartilgan assimilyatsiya xitoylashtirish siyosatini jiddiy kuchaytirayotgan bo'lib, oldingi hafta 200 ga yaqin Xitoy mutaxassisini Urumchiga yig'ib, atalmish Junxon millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashini ta'kidladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'rining bu vaqtdagi xabarda qayd qilinishicha, Xitoydagi 19 o'lka, shahar va Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi, Mazkur Millatlar universiteti, Xitoy Taratquv universiteti qatorliq oliy maktablardan kelgan 200 ga yaqin Xitoy mutaxassisining qatnashishi bilan 4-5 yanvar kunlari Xitoy xalq to'ri uyushtirgan atalmish Junxon millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni to'rda tarqitish muhokama yig'ini Urumchida o'tkazilgan. Xitoyning yuqori darajalik josuslik organi bo'lgan Bexatarlik ministrligi Angliyaning Xitoydagi josuslik delosini fosh qilganligini da'vo qildi. Xitoy davlat bexatarlik ministrligi ijtimoiy taratquv hisobida chet el fuqarosi bo'lgan Xong familiyaning bir chet el maslahatchilik organiga mas'ul ekanligini, uning 2015-yili Angliya istixborot organi 6-boshqarma bilan istixborot hamkorlik munosabati o'rnatganligini oshkorlagan. Xitoy tarafining aytishicha, 6-boshqarma Xong familiyani ko'p qatim Xitoyga kirishga buyruq qilgan bo'lib, u Xitoyga o'rinlashgandan keyin Angliyaning istixborot organi uchun Xitoyga munosabatli uchur to'plagan. Janubiy Afrikaning Isroiliyani irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining eng yuqori adliya organiga arz qilish delosi haqidagi isbot anglash bugun Gollandiyaga joylashgan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida boshlandi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Xalqaro jinoiy ishlar sudiga sunilgan 84 betlik arznamada Xalqaro sud Isroiliyaning irqiy qirg'inchilik shakllantiradigan barliq harbiy hujumlarni darhol to'xtatish va G'azza xalqiga qilayotgan hujumni to'xtatish haqida tezdan buyruq tushirishga chaqirilgan. Ammo sudchilar bu deloga bir necha oydan keyin ondan hukm chiqardi ekan. Yamandagi yerlik manbalardan kelgan uchurlarga qaraganda, Amerika va Angliyaning urush aeroplanlari kechida Yamanning Sana, Hudayda va Taiz shaharlaridagi ba'zi nuqtalarga havodan hujum qilgan. Hujumlar to'g'risidagi tafsiliy uchurlar ham baharlanmagan bo'lsa-mu, ammo havo hujumining suratlari ijtimoiy aloqa hisobotlarida ham baharlandi. Amerika prezidenti Joe Biden Amerika va Angliya armiyasining Husiylarning Qizil dengizdagi hujumiga qarshi o'chilish uchun Yamandagi Husiylarga tava bir qism nishonlarni bombardimon qilganligini e'lon qildi.